qizlar, buni qaranglar qizlar, dahshat yomg'ir ipodrom, buni qaranglar qizlar. Mana bu yo'lda yuzdagi zapravka ham уже portlaydi deyapti hozir. Mana odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Bugun 5-aprel kuni Toshkent shahridagi xalq orasida ipodrom nomi bilan mashhur bo'lgan Beshqo'rg'on bozorida kuchli yong'in chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bozor hududida quyuq qora tutun ustuni osmonga ko'tarilgani aks etgan behisob videolar tarqalgan. Kadrlarda odamlar bozor ichkarisidan o'z tovar va mashinalarini olib chiqishga shoshilganini ko'rish mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berishicha, bugun soat 15:56 da Toshkent shahar Chilonzor tumani Toshkent katta xalqi avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan va yong'inni o'chirishga kirishgan. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar to'g'risida xabar kelib tushmagan. Yong'in joyiga favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Azizbek Ikromov yetib borgan. Yong'in soat 16:53 da qurshab olingan. Yong'inni bartaraf etish ishlari davom etmoqda.